Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Mana yana Universal kanalimda uchrashib turibmiz. Efirdaman Olimjon. Bugun 2-dekabr. Qishning birinchi oylari boshlandi. Shunga bugungi roligim Jabbor Rasulov nohiyamizdagi ko'mir bazalaridan bo'ladi. Bu bazalarida Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iz ko'mirlari bor. Narxlarini aytib o'taman. Bu roligimni tomosha qilinglar, like bosinglar, kommentariyalar yozinglar, podpiska qilinglar. Ko'mir xonani orientirovkasi Jabbor Rasulov nohiyamizda mana eski sortirovka ko'mir zavodi bor edi. Mana shuni territoriyasida joylashgan. Oluvchilar bo'lsa, men telefon nomerlarini tashlab Bu bazani boshqaruvchi Otabek Sharipov. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Ko'mirlarini boshqa bazalarga qaraganda narxlarida farqi bor. Optim olganlarga yana arzonroq qilib beradi. Bu hammasi kelishishda. Mana ko'mirni qattiqki, qaysi sorti, qaysi davlatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Otabek hamma vaqt aloqada. Mana lingalab qo'yishgan Panjikent xokalari 1 kilogrammi 50 dirhamdan. Bu bazada hamma ko'mir sortlari sotiladi. Qirg'iz ko'mirlari ham sotilyapti. Qirg'iz ko'mirlari hozir nohiyamizda Jabbor Rasulovda narxi juda baland. 5,5 somongacha sotilyapti. Men bu korxonani telefonini tashlayman. Har qaysi ko'mirga zayavka bersanglar bo'ladi. Panjikent ko'mirlari 1, 2, 3 shaxtadan keladi. Panjikent ko'mirlarida areshka bo'lmaydi. Bular elangandan keyin BK, adborni hammasi sotiladi. Buni narxi 1 kilogrammi 1 somon 45 dirham. Bu mana lingalab qo'yishgan Angren ko'mirlari. Bunda BK areshka ajratiladi. Buni 1 kilogrammi bu bazadagi narxlar 1 somon 90 dirhamdan. Bu mana BKsini olyapman. Mana bu yerda lingalab qo'yilgani areshka. Buni ham narxi 1 somon 90 dirham. Xalqimiz uchun yengil tarafi Otabekda kiyim optim 1 tonnadan tippasiga olsa, Jabbor Rasulov nohiyamiz bo'yicha dastavka bepul. Mana Panjikent ko'mirini 3-shaxtasi mana hozir o'zimiz yoqib sinab ko'ryapmiz. Bu hammasi tekshiruvda. Hidlari muncha yo'q, alanga yaxshi. Mana yarim paqirdan kamroq ko'mir tashlab qo'yganmiz. Mana yonishi yaxshi, hidlari juda past. Bemalol sotib olishinglar mumkin bu ko'mir garantisi bilan.